Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi sanamiz 13-iyul 2026-yil. Sizlarga o'zimning xonadonimda mana shu tayyor pishib bo'lgan hozirgi holati Bravissimo bilan yana bir tanishtirib o'tmoqchi edim. Bu yangi nav emas. Buni kirib kelganiga anchagina yil bo'ldi. Shularda hozir mana shu Bravissimoning holatini, qancha kilo bo'ldi, donini og'irliklarini obzorini qilib o'tamiz do'stlar. Mana kishmish Bravissimo. Ukraina seleksiyasi, avtori Kalugin. Doni yirik, juda mayda emas, mana ko'ryapsizlar. Bundan hali kattaroq donini olib o'lchab ko'ramiz. Hozirgi kunga to'liq pishib yetilib bo'lgan do'stlar. Mana hosildorligi ham yomon emas, hosildorligi ham yaxshi. Mana hosildorligi yaxshi. Kaltay surishlari ham yaxshi. Erta pishar urug'siz navlarning ichida shu birinchilardan bo'lib pishadigan kishmish Bravissimo. Buni boshini ham olib ko'ramiz hali. Kilosini o'lchab ko'ramiz, qancha kilo bo'ldi ekan. Kishmish Bravissimo do'stlar. Buning ichida mana katta donlarni olamiz. Ikkita kattaroq donni olib taroziga qo'yib o'lchab ko'ramiz. Ikkita donni oldim mana do'stlar. Donni qarang, yomon emas. Kattagina yirikkina don. Hozir buni bu yerda buba bor, bubaga o'lchab ko'ramiz. Mana do'stlar, buba bilan o'lchaganda endi buba juda o'ta yirik doni. Endi buni hozir og'irligini o'lchab ko'ramiz. Hamda bir boshdan kesib kilosini o'lchab ko'ramiz, og'irligini. To'liq bir boshda. Mana shu boshda olsam bo'ladi. Shu boshda olaman endi. Operator yo'q, o'zimman. O'shaning uchun telefonni qo'yib buni kesib olaman boshini. Mana o'sha bir boshda olib keldim. Mana boshi anchagina yirik. Mana bu ikkita dona. Hozir endi buni olamiz. Mana qoldik. 9 gram ekan mana. Endi ikkinchisini qo'yib ko'ramiz. Bu ham 9 gram. Ikkita dona 19 gram bo'lyapti mana. Dona yirikkina mana. Kishmishga bu don yirik, anchagina yirik bo'ladi. Hozir buni urug'sizligini ham o'lchab ko'ramiz, kesib ko'ramiz. Bu urug'sizligini ham mana bu yoqqa qo'ysam sal yaxshi ko'rinadi ekan. Mana do'stlar, kesib oldik. Mana bittasida kichkina rudiment bor. Bunisida ham kichkinagina rudimenti bor. Bu katta donalarning ichida rudiment bo'ladi. Bu birinchi, ikkinchi klass kishmish. Maydalarda, bu maydalarda bo'lmaydi. Endi hozir buni kattasini bu boshda olamiz. Do'stlar, boshni qarang, qanaqa katta. Taroziga qo'ydik. 1 kilo 20 gram. 1,5 kilogacha bo'ladi yilgan boshi. O'shanda ham bo'ldi. O'tgan yillargacha 1,5 kilo bo'lgan katta boshi. Bu hozir mana 1 kilo 20 gram ekan do'stlar. Kishmish Bravissimo do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar do'stlar, omon bo'linglar.